Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar. Bugun 2025-yil 29-mart, Ramazon oyining oxirgi kuni. Bugun navbatdagi laboyimizga ham chiroyli bugun tuni kashfiyani qilib oldik. Laboyimiz egalari Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Jaler mahallasidan kelibdi. Hop, bu laboni hamma joylari shum izolyatsiyalar qilingan. Mana polida rezinkasi bilan kelibdi akamiz. Rezinkalari ham bor bizda, shunaqa bir yoni silliq, bir yoni tangali bo'ladi, iplari bor. Mana bu joylarda mana Beneplex, konteyner pol, hamma narsasi joy-joyida qilingan. 1,5 sm ichkariga qaytgan hisobi mana holda ilmiyda. Hop, sizlarga endi farqini ko'rsatamiz biz qilgan ish bilan boshqa ustalar qilgan ishda. Mana ko'rishinglar mumkin. Polida choka bor birinchidan, ikkinchidan ovoz yo'llari qo'lni kesadi, ichkariga hashak tushadi. Bu joylarni ham mana shu yerda to'xtagan, mana shunaqa qoplangan. Biz ishlar mana mana bunaqa sondiqlari ham bor, alohida sotiladi. Akkumulyator zashta qiladi, ichiga orqon ключ, temperatura bemalol siqib ketadi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i. 1 soat 2 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Tayyor zakotovkalar bor, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Alohida poliga ham rezinkalar choksiz, mana bunaqa choksiz tunikalar ham sotiladi. Qoplab beraveramiz. Bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling. Like bosing, yaqinlarga jo'natib qo'ying, kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib qo'ying.